Ayni paytda Buxoro viloyatining umumta'lim maktablarida 30.645 nafar pedagoglar faoliyat yuritadi. Malaka toifasi va sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilar uchun ustamalarning amalda qo'llanilishi, shuningdek o'quvchilari fan olimpiadalarining respublika va xalqaro bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritgan o'qituvchilarga ustamalar berilishi, ularga yuqori maoshlarga ega bo'lish imkonini bermoqda. O'qituvchilarimizning 5000 nafardan oshig'i xalqaro va milliy sertifikatga ega. 100 nafarga yaqin o'qituvchilarimiz Vazir jamg'armasi ustamasi uchun o'tkazilgan tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Buning natijasida ayni kunda 1000 AQSh dollar va undan ortiq maosh olayotgan o'qituvchilarning soni 300 nafardan oshdi. Bugun o'z ustida ishlagan, izlangan o'qituvchilar davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek 1000 dollar va undan yuqori maosh olyapti. Til bilish sertifikatiga ega bo'lganim uchun ham 50% ustama olaman. Undan tashqari yana xalqaro darajadagi matematika sertifikatiga ega bo'lganim uchun ham yana 50% ustama olaman. Vazir ustamasi bilan shu paytgacha 25 million maosh olayotgandim. Endi hozir vazir ustamasining muddati tugadi. Kelgusi o'quv yilida ham o'sha vazir ustamasiga topshirib yana nomzod bo'lishni niyat qilganman. Bu o'z navbatida nafaqat o'qituvchini moddiy qo'llab-quvvatlash, balki ta'lim sifati va samaradorligining sezilarli oshishi demakdir. So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan juda ham katta sharoitlar yaratib berildi o'qituvchilarimizga, ayniqsa chet til o'qituvchilariga deb hisoblayman. Uning natijasida o'quvchilarimiz chet tillarga bo'lgan qiziqishi tobora ortib bormoqda. O'qituvchilar o'zlarining oyliklariga juda ham ko'p maoshlar olib kelishmoqda. Bu tabiiyki ularni yanada ham rag'batlantirib, yanada ham kuchliroq ishlashiga, yanada kuchliroq o'z mehnatlarini ayamasdan bor bilimlarini berishlariga sabab bo'lmoqda deb hisoblayman. O'qituvchi zimmasiga hayot talablariga to'la javob beradigan va o'z zamoniga munosib kishilarni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Ana shu vazifani sidqidildan amalga oshirib kelayotgan fidoyilar esa hamisha e'tirofga loyiq.